Zo'r. Albatta aka bizda O'zi archa bayramga kesib aka bunga qarang. xuddi shunaqa mana. Drabilkan shu mana shu qozon qismi bo'lsa, shu pichoq turadigan. Malades. Ikkinchi bog' ketdi. Shuni olib kelib turib, mana shu yerga shuni sevib beradigan bo'lsa, xudo xolasa, aka qo'y ham yuradi, mol ham yuradi. Ularda mana Altimur mana shuni ham qo'shib qo'ydi joyiga. Aka birinchilardan chiqqan Altimur, bunaqa chiqarmadi aka oldin. Ha, shunaqa edi. Ha, etap ketyapti. Shunaqa. Bu endi hurmatli obunachilarimiz mana temirlarga e'tibor bering, shaxlarga e'tibor bering. Keyin eng hali biz obunachilarimizga yoqqan mana ko'tarib boring aka. Mahaviylik pichoq. Mahaviylik bu og'ir akalar, juda og'ir, ham yo'q divaynon. Bilmayman, millionta obunachimiz uyda bo'lsa kerak mana shu drabilkadan. Albatta. Nimaga ma'qul kelgan, haligi boshqa drabilkalar bilan raqobatlashgan yutib chiqqan. Ha, mana shu. Hammasi sinovlardan o'tgan. Endi mana shu haqida gaplashamiz bugun. Endi bundan ham kuchli. Bu Mahavik bo'lsa, Mahavikda qotili mana haqiqiy chempion pichog'imiz chiqqan aka. Ajdaru bu. Mana qarang. Turishini o'zini qarang aka. Bu Mahavik. Ha, mana bu. Mana bu turishi. O'zi turishini o'zi ham anchagina qarang, hozir bu yerda mana ikkita temir bo'lgan bo'lsa, bu yerda akalar ikkita temir tepada qolibdi, tagiga manaqa tagiga ham qo'yilgan. To'rttali temir qo'yilgan. Uradiganlar ham ko'payib qolibdi-da. Xuddi shunaqa. Mana pichoqlarimiz bu 3 qatorli pichog'imiz, Trevadon pichog'imiz, pastida bitta, mana o'rtasida va eng yuqorisida bor aka. 3 qatorlik va drabilkani ichiga qo'ysangiz ham to'lib turadi. Buni ichiga tushgan o'tmi, hashakmi, sog'chi ketmaydi-da umuman. Ha, maydalab tashlaydi. Maydalab tashlaydi aka, yamlamasdan yutadigan bo'ladi. Endi bu pichog'imiz nomi chempion. Mahavikda qotili, Mahavikda qotili aka, Mahavikda og'irligi 10 kilo plus-minus bo'ladi. Bunimizda ham og'irligi xuddi shunaqa aka. Lekin bunda pichoq ko'proq, elementlar, funksiyalari ko'proq mana aka. Albatta, urib maydalaydi, mana kesib maydalaydi. Bu ham endi o'zicha bo'lib qolgani yo'q aka. Bu pichog'imizni yasaganimizga 1 yildan oshdi. Sinovlardan o'tib mana endi xalqimizga ko'rsatyapmiz ommaga aka. Xudo xolasa. Temurbek, bundan bu kuchli. Albatta kuchli. Hozir ham bitta video davomida ham isbotlab ko'rsatib beraveramiz aka. Bossing bo'lmasa. Hozir bundan qaysi drabilkaga qo'yilgan bu yerda? Aynan mana shu chempion pichog'imizda mana chempion nomli drabilkalarimizga qo'yilgan. Mana bular ha? 1, 2, 3, 4 gami? O'sha 5 ta, ha. 5 ta. Mana 4 ta oyoqli chempion drabilkalarimizga qo'yilgan. Oyog'i 4 ta bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Orqa oyog'i bo'lar ekan. Tushunali. Solib qo'yibsizmi yo'qda aka? Hamma narsani solib qo'ydik. Bu chempion nomli drabilkamiz 4 ta oyog'i bo'ladi. Xohlasa mana bunda yonbosh holatda. Mana bunda yonbosh holat solaveradi. Uzun o'tlarda. Aka, bari silus sezon keldi. Shundan boshlaylik bo'lsa, faylata aylab qo'yibsiz. Albatta. Keyin mana bunda tikka holatda ham ishlatish mumkin. Oyog'i xalaqit bersa, bitta oyog'ini yig'ishtirib qo'yadi. Mana shu holatda solaveradi. Ha, buni aka chiroyli ham turamiz-da. Mana pichoqni qarang aka. Urganda qarang akalar, tiraq etmaydi bori. Mashalloh. Bo'ldi aka. Bitta ochib beralasizmi mashinani, bunday? Albatta. Yangilar uchun mana ochilishi o'sha doimgidek yangilik bo'lgan, bu ham kurchokli aka. Va og'zi katta, keyin tepaga qaytarmasinga ichga spirallari ham qo'yilgan varankasiga. Bu narsa, bu ham birinchilarda bo'lgan bu narsa. Albatta. Chayni tepaga urib bermaydi. Chayni tepaga urmaydi va varankasini olinadi. Mana ichi. Aynan mana shu chempion pichog'imiz qo'yilgan. Xo'llarda ham aka bitta ko'rasiz, hali kombaynda qolmaydigan qiladi-da bu. Aka, salni ham qo'yilganmi suvga? Albatta aka. Suvda o'tkazmaydi. Keyin qalinligi mana o'sha turbadan bo'ladi. 8 milli 1 sm atrofida bo'ladi aka, qalinliklari. Boshdan sifat o'zgarmagan. To'g'ri, sifat o'zgarmagan. Bu narsa bor-ku akalar. Mana shuni qarab bunda bilaverasiz. Drabilka oldingizmi? Mana shu temirlar mustahkam bo'lsa, keyin umri uzoq bo'ladi. To'g'rimi aka? Albatta aka, bizda o'zi archa bayramga kesib aka, bunga qarang. Xuddi shunaqa mana. Drabilka shu mana shu qozon qismi bo'lsa, shu pichoq turadigan qismi, shu joylar to'lib turadi-da, to'lib turadi. Hozir 1, 2, 3, 4, 5 qavat bo'lib qolyapti aka. Shunaqa. Pastda aytda bularni hisoblasangiz shunaqa bo'ladi. Endi segmentlarni o'zini hisobga olib 3 qator deganmiz. Xo'p. Keyin bularimiz mana tepada mana bulari kesadi, bulari kesadi, keyin mana bular ham urib maydalaydi. Ham kesadi, ham urib maydalaydi.
Bu degani donni ham chiqarib yuboradi yani. Hammasini yemlamasdan yutadi. O'tlarni ham hozir ho'l o'tlardan chiqarib beramiz. Bandlargacha mayin qilib tashlaydi. Tushunarli. Mana akalar o'zi kecha ham ishlatibsiz-da aka. Aha, kecha Mana ishlatilgan. hurmatli obunalar, yangi ochib qilganimiz yo'q. Mana ishlab turganini ko'rsatamiz. Albatta. Aka keyin dehqon akalarning uyiga borsam 3 yil 4 yil rabikalangiz bor ekan. Bor. Nomerda o'zi yozilardi oldin. Ha, 4 talik nomerlarimiz bor edi shular. Hali ham ishlayapti kim bor. Xudo xolasa aka, o'sha hammasi ancha yildan beri xizmat qilyapti. Mana kecha ham o'sha qo'ni qo'shnidan ishlatgan ekan, bir 2 yilmi 3 yil bo'libdi. Yana o'zlari kelib turib, yana ikkita 3 ta olib ketyapti aka. Sinovdan o'tgan, ishonarli mahsulot, zo'r ekan aparating deyapti aka. Sizlarga motor pryamoy Xitoydan keladi akaligi, brend keladi. Xitoydan keladi, zakaz asosida keladi. Keyin drabilkalarimizga motorlarimiz, oddiy motor va maxsus motorlar bor. Buni ham video davomida hammasini tushuntirib ketamiz. Xo'p bo'ladi. Qani bo'lmasa aka, boshladik. Shunday varankasini qo'yishlari ham oson mana. Ayollar ham ishlasa bo'ladi akalar, qarang mana. Bu janaqa og'ir narsa emas, yengil narsa. Bemalol. Keyin yana bitta yangilik aka. Yana bu ham Altemurda aka, birinchi mana. Har bitta universal drabilkamizda o'zimizni mana shunday QR kod qo'yilgan va logotiplari hamma yo'q birkasi bo'ladi. Aynan drabilkani qachon chiqarilgan sanasi. Made O'zbekiston. Keyin o'sha QR kodi, o'zimiz logotip, mana manzillarimiz, telefon raqamlarimiz, Champion 6,5 kW. Bu oddiy motorlikda ishlatib beramiz hozir. Keyin mana o'zining bitta mana bunaqa seriya raqam bor. Shu seriya raqam orqali aynan mana shu Champion drabilkani kim yig'gan, qanaqa mahsulotda ishlatilgan, hammasi va qachon kurashni sepgani, vaqti va sekundigacha bilib olsa bo'ladi aka. U zavod ichkarida bo'ladi-da. Albatta, o'zimizda shunaqa tizim bor. Hamma yo'qda o'sha qachon masalan 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yil oldin olgan bo'lsa ham bitta mana shu bizga rasmga olib tashsa, qachon olingan, qachon sotilgan, qachon yetib borganigacha javob berib qo'yamiz. Albatta aka. Qani quvvatini ko'raychi bo'lmasa? Bitta ishlatib berak, 220 voltda ishlatamiz. 220 voltda? Aha. Mana shu ho'l makka poyalarimizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda ho'l poyalar. Qani? Aka, hammasini o'ralasizmi? Hammasini solamiz. Aka, bitta solganda olmaydimi? Yo'q, bitta solganda mana buni solib turib, orqasiga yana bitta bog' solay. Xo'p bo'ladi. Hali bitta bog'ni o'zini chiqardingiz demasin. Bo'ldi. Instagramga ham bormish qil? Bor aka, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, kamida 20 qator, 20 ta nima bor? O'sha rosa bitta bog'. Bitta bog'. Bismillah. Qani? Ikkinchi bog' ketdi. Ayligini hurmatli obunachilar, Altimur nomer 1 deganlar bitta videoga like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizni xonadoningizga kirib boradi. Aka bunaqa ipak bor-ku, mayin, aka bu Champion pichoqda qudratida. Ha, bu qarang. Voy, malades. Aka, misol uchun mana shunga hozir makka chiqarib turaman, buni makkani. Shuni sevib bersangiz yemda hozir. Mana. Akalar maydaligini qarang, shuni olib kelib turib, mana shu yerga shuni sevib beradigan bo'lsa, xudo xolasa, aka qo'y ham yuradi, mol ham yuradi. Bemalol. Qo'yga ham mosda. Aka buni mayilligini qarang. Kombayndan ham mayinda mana. Mana donlari ham turibdi. Ha, mardagini ham turibdi. Mardagini ham mana. Mardaga. Aka mana qarang, suv qatiq qilar ekanda mana. Aha. Agar suv qatiq qilmaydigan bo'lsa, aka buni chiqib ketib qoladi halidan, to'g'rimi? U albatta. Nimaga bizga ziyon bo'ladi. Buni bu yorildi degani, bu hazm bo'ldi degani. Bitta bu joyda bas mana. Har bitta ham bor mana. Makka o'sha makkani mardagini hamma sindirgan mana. Sindirgan. Aka mana qarang. Maydalagan. Ko'rdingizmi? 2 ga bo'lib qo'ygan. Mana 2 ga bo'lgan aka. Shu joylarda turibdi. Demoqchimizki, hurmatli obunachilarimiz, mayini pastda ekan. Mana haqiqiy bandlarini mayin qilib yuborgan, ham kesgan, ham urib maydalaganda. Bitta qo'lga bosib ko'rayki, umuman sanchilmaydi. Qo'y. Bundan ortiq nima kerak endi, aka? Bundan ortiq kuchli ishlaydigan mana drabilka kerak emas. Mana shu kerak bizga. O'zingiz to'g'ri shu bo'lsa. Kamiga aka hozir oddiy motorli ishlatdim. Maxsus motorligi bizda bor aka. Maxsus motorli faqat zakaz asosida bo'ladi. Bundan ham kuchlisi bormi? Bundan ham kuchli ishlaydi aka. Maxsus motorlik chunki o'zimiz
Hop, ota akasi motorista, dadam da o'zi ham motorista, biz o'zimiz ham motorista. Motorlar tushunamiz, bilamiz. Ha. Hop, u motorlarimiz Xitoydan premi o'zimiz zakaz asosida olib kelamiz. O'zbekiston sharoitiga moslangan va kuchaytirilgan quvvatlari. Kuchaytirilgan quvvatlar. Unaqa motordan hali O'zbekistonda yo'q aka, faqat o'zimiz olib kelamiz ularni, kuchaytirib, zakazga olib kelinadi va zakaz qilgan mijozlarimizga tayyorlab beriladi. U telefonda hal qilinadigan narsa, lekin bizga mana shu ham yetadi hozirgi kunda. Mhm. Mabodo akalar shunaqasi kerak bo'lsa, pastki nomerlarga telefon qilaverasiz. Albatta. Hop, o'zichi, ana u ham chempion edi. O'zi asli. Bu undan chempion. Hozir yetib turgan narsa, vofshim chempion-da, endi qarang. Xuddi shunaqa bo'ladi aka. Endi nimaga qarab, imkoniyatga qarab boshlaver ekan. To'g'rimi aka? Sekin-sekin o'sha yangiliklar qilishda davom etyapmiz. Masalan, u hali birinchi pozitsiyada bo'lsa, bu ikkinchi pozitsiya. Xudo xolasa endi bundan keyin yangiliklarimizni tayyorlab qo'yamiz. Bundan ham kuchlarini chiqaramiz inshaalloh aka. Endi aka nima chiqarib beramiz? Endi hop bu ho'lni chiqardik. Bitta mana shu main setkasi turibdi ekan aka. Main setkasida o'sha hop eng aldirabilgan, qiynaydigan pahol, yer yong'oq, mosh tomonlarimizdan chiqarib beraylikmi aka bitta? Xo'p bo'ladi aka. Main holatida bitta chiqarib beraylik aka. Aynan mana shu main setkasi qo'yilgan ekan. Ha, shuni qo'yib qo'yilgan. O'zi ichida qo'shib beriladi. Albatta. Sizlarga olish oson, ha? Aka, unaqa bo'lmaydi. Mana tortib bering. Yonidan bitta uriladi, chiqarib mana yon. Mana. Oson. Bitta chiqarib. Ayollar ham bemalol almashtirsa bo'ladi. Oldin misol uchun buni ochib, bolkaga qilinardi. Mana Altimur mana shuni ham qo'shib qo'ydi joyiga. Mana shu yonboshdan kiradi, chiqadi setkalari. O'zi eng qiyin joyi shu edi. Shuni ham oson qilib qo'yibsizlar, ha? Har tomonlama qulaylik. Men misol uchun erinardim shaxsan, olib kel, atletga olib kel, to'g'rilar. Qani aka, bosin. Bitta chiqarib beray aka. Bahol endi akalar qayishqo, uncha-muncha drabilkani akalar to'xtatib qo'yadi, o'zlaring bilasizlar. Yirin yo'ldan boshladingizmi? Mana tomon. Mana pahol endi aka. Ha. Aylantirib tortib ketaveradi. Mana tepaga chang chiqmayapti aka. Mayda chang chiqmayapti. Faqat changni pastga bosiladi. Pastga bosiladi. Aka bitta narsa aytaymi? Sizlar maqtashmasin, menga ko'p telefon bo'lardi-da. Aka drabilka olmoqchiman. Qaysini tavsiya qilasiz deydi. Ki men hamma drabilka yaxshi deyman-da. Keyin nima qilib o'zi aytadi-da, Altimurnikini olyapman deydi-da. Keyin tanlashingizda menda ko'pchilik drabilkani ishlagandan keyin mononi oling deyolmaymiz-da. Aka qaysini sizga olyapti deymiz. Desam o'zi aytadi Altimurniki deydi. Mana aka ishlashini qarang, bor-bor. Albatta. Aka har bitta apparatimiz tekshiruvdan o'tadi va o'sha sifatlarga hamma yo'q garantiya beriladi. Ishonarli, sifatli mahsulot bo'ladi. Chiqarganini qarang aka. Ha? Mayligini qarang aka. Poholni qarang. Voy, mashalloh. Va bu pohol bu aka, pohol qanchada qayishqo. Somon aka bunisi. Malades. Aka qo'yga-da bu. Qo'yga. Aka hozir molga chiqarganimiz bundan ham tez chiqaverardi. Bundan ham tez chiqar, bunisi yer yong'oq. Buni qarang, po'choqlarni qarang, ko'rdingizmi? Endi bunimiz yer yong'oq hammasi chiqqan bo'lsa, bularda aka mana masalan main setkasi chiqarganim sababi bitta aralashtirasiz-da. Ha, mana shunaqa o'tlarga, silyosga bemalol aralashtirib berish mumkin-da. Aralashtirib bersangiz, buni seli bor aka, mana qo'li bor-ku. Bunga aralashib mayin bir akalar mana yem tayyor bo'ladi. Haqiqiy yem bo'ladi. Mana poholda o'tkazishda akalar oddiy samarali usuli. Ki misol uchun mabodo payat ko'p qo'ygan taqdirda hamchi ko'pchilik yantaq beryapti, bilyapsizmi? Yantaqni chiqarib olsa, yantaq ham yog'li narsa-ku. Qo'ydi ham, molni ham yaxshi semirtiradi. Endi mana shundan chiqaradigan bo'lsa, tikovlari ham maydalab o'tib ketadi. Xuddi shunaqa bemalol ajriqlardimi misol uchun-da, bitta olib qo'yish kerak baribir. Albatta aka. Mana o'zi mayinligini ko'ryapsiz. Shu mayinlikda bemalol silyoslarga aralashtirib bersa ham bo'ladi, qo'ylarga ham bersa ham bo'laveradi. Yoki o'sha bitta mishalka olsa, mishalkada ham aralashtirib beraveradi-da. Tushunadi. Xo'p, aka qayin bitta sizga iltimosim bor-da, men yerda quruq poya ham ko'rib qoldim-da. Endi ba'ya quruq poya ishlatishadi. Mana syomka jarayonida bo'lsa, tabiiy chiqarsa, mana shunday ishlatib ko'ringchi. Bo'ldi aka. Qo'yda-da, qo'lda hamma ham chiqaveradi deydi. Endi
O'zi hamma ham chiqara olmaydi. Qachon sannisi bo'lsa, suvga zashtasi bo'lsa, keyin chiqaradi. Albatta. Mana bu aka. o'ta qattiq narsa. Qancha ko'raychi aka? Mana shu makka Chempion qo'yamiz. esa aka, chempion. Qaychini olik, ipi bor ekan, bitta yechib yuboramiz. Ha, bo'ldi, qaychini oling. Aka, aynan mana shu main setkasida chiqarib beramiz. Yo'q, to'xtab turing aka. Rahmat. Qaysi birida chiqaryapsiz? Qarang, bittaga bunga, bitta bunga demoqchi edim. Bo'ldi aka. Nimaga siz bori? Ha. Bunda hozir buni o'ta mayin qilib qo'yadi-da. Mol bob setkasini qo'yaymi aka? Mol bobida chiqarib Ha, beraymi? mol bobida chiqaring, bo'lmasa aka. Mana mol bobini qo'yay aka. Hozir nimadan chiqib ketdim? Biz rejalarimizdan chiqib ketdim, akalar mana tabiiy ravishda Mana shu to'kulanmi bunga? Bu o'sha mol bob setkasini chiqaramiz. Mana, hurmatli obunalar, ichidagi o'sha chempionni nimaligi, ajdarligi naqa qo'yilgan. O'sha chempion pichog'imizdan qo'yilgan. Mana yog'largacha turibdi. Bu ana. Mana. Ko'rindi. Yog'largacha Bu turibdi. changi bilan turibdi. Hop. Qani bitta chiqarib beray aka. Tamam, çıkar koydum, gördüysün. Tak kopmasız bo'ldi ekan, bori. Nima bo'ldi? Nima bu? O'zim solib qo'ya, tortib ketaveradi o'zi aka. Hozir ushlab turardingiz. Mashina otib boryapsiz. Albatta setkalari bor, bemalol tashlayverasiz, o'sha razmerda chiqarib beradi, bir xil razmerda. Aka, hozir Instagramga shunaqa olamiz endi. Bo'ldi aka. Vobshim maza qildim. Men Xudo xolasa chiroyli o'zim beramiz. ketib qoldi o'ylabman men hozir, bori. Malades. Qo'y qoldim. Aka, endi qarang. main holati, bunisi moliydigan holati chiqdi. O'ta maza qildim. Hurmatli obunachilar, sizlar maza qilganingizdan bitta like bo'lib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa doimiy shunaqa yangilik chiqaramiz. Xolis gapiraman, bundan kuchli ekan. Albatta aka. Endi bundan kuchli ekan. O'zi u kuchli edi. O'zi ham kuchli, nomerani. Yomon demayman, uni million tomondan tushayotgan. Mana bu uni otib o'rganingizdan bildimki, o'ta kuchli ekan. Malades. Mana mayinligini ko'rsatib bering aka. Mana shu makka poya bo'ladi. Menga qo'shing endi yemimizga. Mana makka poyani bunisi quruq bo'lsa, mana bu joydan olamiz. Ho'lini oling aka. Qo'yni oling. Mana ho'li. Bu qishki, bu yozgi. Hurmatli obunachilarimiz, ikkilasini omoqda qilib olgan bo'lsangiz bo'laveradi. Ketaveradi mana. Aka, video zo'r chiqyapti-da. Albatta aka. Alinaqa uzmayapman-da, bilyapsizmi videoni? Bir yomon ketyapti. Tabiiy chiqyapti mana. Aytgan narsangizni chiqarib beraman. Anaqa qilib qolardi. Endi qani baqa o'tekchi. Aka, pichoq og'irligi hisobiga mana hali ham to'xtagani yo'q ichida. Aylanyapti. Bunisi ham aylanyapti, mana bunisi ham aylanyapti. Uruyinni qarang, ha. Bir tekizda hammasi. Sizlar mutaxassislaring bor-da, 5-6 yil ishlaydiganlar. Kecha kelib qo'ygan mutaxassislar bas-da. Albatta aka, buni o'sha 8 yil yoshi 9 yilga yaqin drabikka ishlab chiqaramiz. Birinchi marta kecha chiqib qolgan bas. Hamma yosh sinovlardan o'tib, tajriba bor. Gap yo'q. Endi bitta donlarni chiqarib beraylikmi aka? Yorma holatda va akalar un holatida. Aha. Qani? Ketdi. Chempion ekanlar. Aka zo'r. Ketiravering. Temurbek, Labaka. meni mana shu videodan keyin borib, mana shu drabilingizga har doim ko'payib ketadi. Chunki men kamera orqasida turib borib, men mazza qilyapman. Qarang, chiqarishini qarang, un qo'ryapti. Meni tegirmoni bu. Mana shu mana o'sha kepak holatida chiqargan natijasi. Voy. Aka, buni oldin 380 shuni chiqaradi, bilasizmi? Aha. Oldin shuni chiqarib yuboradi 380. Buni nimani qarang. Aka, olchini olib keling baqa. Mana hurmatli obunachilarimiz, mana bu yerda mana qarang. Bizning poxolimiz bor, bizning somonimiz bor, yorilgan makkalarimiz bor. Mana hammasidan mem tayyorladik. Tashanchi ustiga aka. Voy. Endi bunga ham sepak berib qotib olgansiz. Mashalloh. Mana. Bu aka, bu novosga yaxshi. Buni hazm bo'lishi yaxshi-da. Aka, butun bo'lganda axlatdan chiqib ketadi, qo'poq aytganda. Bu so'riladi, zo'r so'riladi. Endi ana yormani olib keldi. Yormani iltimos. Endi yorma hurmatli obunachilar, menga seping. Mana yorma. Mana yorma bu qo'yga.
sindirib beriladi, qo'y ba chaynaydi-ku. Albatta aka. Mana, o'zi butun beradi makkani. Agar buni yorib bergan bo'lsangiz, yana ham unda energiya kamroq sarflangan hisobiga O'ziga yoqish yaxshi. mol dumbalari zo'r chiqadi akalar. Mana shu mana qo'yga bo'ldi. Aka, bunday o'ylab qarasiz, tovuqqa ham bersiz bo'ladi mana shu. Ha, bo'ladi aka. Hozir bor-ku, aka. Tabii aka. Chempion drabilkizga bosh mehrim tushib ketdi, bor-ku. Endi hammaga chempionni oylari 220 ning chempion deb ajlandingmi endi? Bor. Ham pichog'i ham chempion, ham apparati o'zi ham chempion aka. Aka, rahmat sizga, maza qildim. Ertalabda birinchi syomka soat aka 6 ga bo'lganman. Men chempionni ko'rishlik uchun. Aka, puli qancha bo'ldi endi? Chempion drabilkamizda oddiy motorlar ishlatdim aka. Hozir. Hop, bizda oddiy motorligi bor va maxsus motorligi bor. Ha. Oddiy motorlarimizga 6,5 kilovat yozilgan. Hop, biz chiqishini 5,5 chiqadi, 4 chiqadi demaymiz. Tushunganimiz, bilganimiz uchun xalqimizga to'g'risini aytib, 3 kilovat 3 ming yevro chiqadi. Hop, 6,5 kilovat aluminlik o'sha 3 kilovat chiqadigani aka, narxi 2 million 800 ming so'm va 6,5 kilovat misligining narxi 3 million so'm bo'lyapti. Endi maxsusimiz faqat zakaz asosida tayyor bo'ladi. Aloqa chiqsa, menga maxsus motorligidan kerak deysa, ulardan tayyorlab beramiz. Albatta, bularga nisbatan baquvvat. O'zi bu kuchli. Bu kuchli. Bundan ham kuchli. Bundan ham kuchli. Endi aka, masalan 6,5 kilovat oddiy motor deyapmiz. O'zi kuchli, quvvatini ko'rib turibdi. Lekin bu motorlarda ham har xil kategoriya turi bor-da buni ham. Buni ham o'sha ichiga ko'rib, ham yo'g'ini olib turib, sinab turib, keyin xalqimizga beramiz. Shu tushunib, bilganimiz uchun Xudo xolasa hali yaxshisini tavsiya qilamiz. Bu yerda ilm bor akalar. Ilmni mana akalar hozir qarang, motorni moslab sotishyapti. Hali kecha chiqarib turib yasab qilganlar yo'q-da. Yo'q aka. Yillar davomida akalar mana qarang, bunaqa chiqarishlik uchun bor akalar. Tayyorgarlik ko'rish kerak. Shuni kelyapmiz, premya bosyapmiz. Chiqargani qarang buni. Quruq payalardi. Aka hozir 2 million 800 ming. Oddiy motor 2 million 800 aluminligi. Mana shu. Aha. Shu chiqargan narsa 2 million 800 ming. Xuddi shu, mana 6,5 kilovat o'sha aluminda. Mana yozib ham qo'yganmiz, alumin 6,5 kilovat. Lekin motor chiqishi o'sha 3 kilovat chiqadi. Bo'ldi. Qarang aka. Biz mana shuni olamiz. Zo'r ekan. Bo'ldi. Maxsus motorni kelishamiz siz bilan. Albatta aka. Bu bundan ham kuchliroq. Bundan ham kuchliroq. Va uni zakaz berishni xudo xolasa 4 kun, 5 kun yo bir hafta oralida bo'ladi. Maxsus motor. Uni puli qancha? Puli uni kelishgan holatda bo'ladi. Albatta, bularimiz oddiy motordan sal ozgincha yuqoriroq bo'ladi aka. Aka, mana shunga menga misli motor qo'yib bering desa qana bo'lardi? Mislisini qo'yib bersak, oddiy motordagi 3 million so'm bo'ladi aka. Aha. Maxsus bo'lsa, uniki ham sal ozgincha yuqoriroq bo'ladi. Tushunarli. Albatta, endi narxlar sal ozgincha qimmatroq deyish mumkin. Va bo'ladi aka. Sifatli narsa, sifatli material ishlatilgani uchun materialga qo'shiladi xolos. To'g'rimi aka? Xuddi shunaqa aka, sifatli narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa sifatli bo'lmaydi aka. To'g'ri. Mana savol-chi, mana shundan bitta olib qo'ygan bo'lsangiz, hozir 20 ta molga aka bemalol eplaydi mana shu. Bemalol aka. Masalan, mana shu aynan mana chempion drabilkamiz. Juda ko'pchilik akalarimiz men aytda oldim, bu yerda oldim deb shopir akalarimiz olib boryapti. Hop, aynan o'sha drabilkasi 1,7 million so'mga, 2 million so'mga olgan drabilkalar turibdi. Puliga ishqiboz bo'lib. Ha, puliga ishqiboz bo'lib, hali rangiga ishqiboz bo'lib olganlar turibdi. O'shalarni chiqarib tashab turib, aynan o'sha o'zimiz drabilkalarimizdan olishyapti. Like yoki chempionlarimizdan olishyapti. Agar ishonmaganlar uchun aloqa chiqsa, Telegramdan yozsa, videolarni turib tashib beramiz aka. Endi ba'zi bo'lishi mumkin-da, sen aytaverasan deyish mumkin. Yo'q, ishonamiz aka, ishlashini qarang buni. Biron drabilkamiz yomonlamoqchi emasmiz akalar. Nomi aytganimiz yo'q. Bu prosta sifat kuchli. Shuni gapirmoqchimiz xolos. Xuddi shunday aka. Sifat rostdan kuchli. Sifati kuchli, hamma yo'g'i o'sha hisob-kitobga olinib qo'yilgan bo'ladi aka. Santimetr, millimetrgacha. Albatta. Endi qarang aka, modrabiga bu qo'ymasin, bu o'tgan sifat, buni million obunachim ishlatgan. Buni puli qancha? Xo'p, bu like nomli drabilkamiz, o'sha mahavikli pichog'imiz qo'yilgan bo'ladi. Двойной bo'ladi, ikki qatorli pichoq qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, bularimiz 3 ta oyoqdan iborat bo'ladi, faqat tik holatda ishlaydi. Yonboshqa bo'lmaydi. Xo'p, chempiondan farqli tomoni, bunda 3 ta oyoq, faqat tik holatda va pichog'ida farq bo'ladi, bo'ldi. O'shani hisobiga chempionimiz bunga nisbatan 200 ming so'm qimmatroq, bunimiz 200 ming so'm arzonroq. Lekin bu qilgan ishda bu ham qilaveradi. Bu ham qilaveradi. Endi tizcha sekinroq. Ish unumdorligida va maydalaganida o'sha sifatida farq qiladi aka. Endi akaligi listligida nomida listli? Ha, bu 10X nomli drabilkamiz. Hop, bularimiz hamma yo'g'i list bilan tayyorlangan. Pichog'i ham o'sha ko'rsatganimiz, boshida ko'rsatganimizdek listli pichoq bo'ladi. Bularımizga faqat oddiy motor qo'yilgan. Hop, 6,5 kilovat aluminligi va misligi bo'ladi. Puli qancha bo'ladi buni? 2 million 300 ming so'm aluminligi, 2 million 600 ming so'm misligi bo'ladi. Nisbatan arzonroq. Endi yanada bundan arzon so'ragan akalarimiz mana bor. Bizda
Bu o'sha 10x mini apparatimiz. Aha. Xo'p, bunimizni narxi 1 million 700 ming so'm aka. 1 million 700 ming. O'sha so'ragan kalayapti. Mana arzondan so'raganlar arzondan, o'rtachasi so'raganlar o'rtachasidan va yaxshi menga muammo qilmasa zo'r ishlasin degan akalarimiz hammasidan bor Lekin bizda. Temurbek mana syomka jarayonida ko'rdim. Yurakdan tavsiya qilaman. Mana shu gapimni musofirda akalarimiz, misol Polshada, Germaniyada ishlashyapti, Rossiyada